Dadingizdagi oxirgi marta qachon sizni yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Aytavering, to'g'risini ayting. Ertalab. Shuni ertalab. Bugun aytdim, ertalab aytdim. O'zlariga Aytaman, har o'y aytaman. bitta qarsak chalib qo'yinglar. Shunday farzandga har kuni aytadigan farzandlar ham bor ekan, lekin bunaqalar juda kam. To'g'rimi? Juda kam dadasiga har kuni aytadiganlar. Shuncha guvohni oldida, mana shuncha xalqni oldida dadangizlarga "Dada, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz zo'rsiz. Siz meni qirolimsiz" deb berasiz. Dada, sizni men yaxshi ko'raman. Siz meni qirolimsiz. Siz Sizsiz bizlar hech narsa qilolmaymiz, dadajon. Siz bor ekansiz, bizlar ham shu yurtda yuribmiz, ishlab, nima qilib yuribmiz, o'zingizga. Rahmat senga. Sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Dada, sizga aytar gapim bor mening. Yuragim so'zlashga shoshyapti mana. Bugun hammasini